Assalomu alaykum akalar. Bu mana o'sha Ibimax svarkasida yasalgan gaz balon, propan balondan yasalgan pechkamiz. Xudo xolasa buni hozir qo'yamiz hammomga. Yasalishini ko'rib turibsizlar mana. Eshiklari. Pastlarida kuldoni bor. Yangicha dizayn qo'yilgan. Bunaqasi tortiladi, kulib pastga tushadi. İçinde turadi bu postoyanniy, mana ichlari. Qanaqa chiqibdi endi izohlarda. Baholaysizlar buni. Qo'ldan kelgancha qildik endi. Mana choklari o'sha Ibimax svarkasi 180 tuman choklari mana shu. Ja, unaqa professional svarchik bo'lmasa ham yasadik mana shuni. Svarkani o'zi.